Bugun qanchalik baxtliligimni yana bir marta his qildim. Odatda hamma koreyslar ham sizlar o'ylaganchalik romantik takoy, idealniy bo'lmaydi. Dalbadan isbib. Doktor Altaydan mani erim ham xuddi shunaqa qatoriga kiradilar. Umuman romantika yo'q, qanaqadir his-tuyg'ularini ko'rsatadigan, gapira oladigan inson emaslar. Klyodan qo'shon. Ba'zi bir holatda postupklardan bilsa bo'ladi, deydi-yu. Qanchalik sizni yaxshi ko'rishini. Bu xuddi shunaqa holat bo'ldi. Ertalabda turib, bolajonimni priyuvkaga olib borishimiz kerak edi. Hozirgi kungacha priyuvkalarni olish uchun har doim birga borganmiz. Maktab pudra. Kecha uxlashdan oldin juda erta turishimiz kerakligi uchun prikol qilib, erimga o'zingiz borib kelsangiz-chi bola bilan dedim. Shunaqa sen. Erim sirazu bo'ldi gapga o'zim borib kelaman dedilar. Ularga hazillashyaptilar deb o'ylagandim. Qo'ysangizchi, prikol qildim, borib kela olmaysiz desam, sen O'zbekistonga bitta o'zing bola bilan borib kelib yurgan vaqtda, men oddiy больницаga borib kela olmaymanmi dedilar. Shunaqa qilib hazil уже chinga aylanib ketdi. Meni kayfiyatimni ko'targan eng muhim joy bo'lsa, sen shundoq ham erta uyg'onishga qiynalasan, kun bo'yi bola bilan charchaysan. Meni выходной kunim, ya'ni dam olish kunim, sen ko'proq uxlab, xotirjam o'zingga dam berib ol dedilar. Mana shu toshlarni ishlataman. Men bunisi eng yaxshi ko'rganim. Do'stlarim meni uyg'otmasdan o'zlari olib borib keldilar bolani. Bu bilan bilasizlar, men idealniy hayotim bor. Bizda hammasi zo'r demoqchi emasman. Bu narsani men Xitoy programmasidan zakaz qilgandim. Biz ham juda ko'p urushamiz. Hattoki arzimagan mелочь narsalarga urushib qolamiz. Shunga qaramasdan tushunib yetdimki, har safar urushib, nolishni bilgan odam baxtliligini his qilishni xohlasa agar, turmush o'rtog'ining yaxshi tomonlarini ham ko'rishni bilish kerak ekan. Kimgadir bu shunchaki больницаga olib borib ketdi-ku holati bo'lishi mumkin. O'zbekistonda eng ko'p sotiladigan kontorlardan O'zbekistondan olib kelganman. Men hattoki erta turaman deb sochimni ukladka qilishga erinib o'rib yotgandim. Prosta tak yoyilib turmasin-da, хотя бы jingali bo'lib tursin deb. Turmush o'rtog'im bo'lsa, shunchaki meni dam olishimga sharoit qilib berdilar. Shu emasmi baxt? Boshlarim holati mana shunaqa chiqdi. Menimcha ukladka qilishga vaqt bo'lmaganda idealniy variant. Hammaga xayr.